Bizni xalqimizni qadrdon ijodkorlari hamisha mehrni qozongan, sahnalarni yondirgan va odamlarga albatta hamyurtlarimizga kulgu, kayfiyat bag'ishlagan ajoyib ijodkorlarimizni katta mamnuniyat bilan sahnamizga chorlaymiz. Iqtidorda tengsiz askiyachilarimiz bugun davramizni aziz mehmonlari qarsaklar bilan kelinglar qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz anjuman qatnashchilari. Barchalaringizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Muhammad Sidiq, Labbay do'stim. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Har yerda hoziru nozir. Tinib tinchimas blogermisiz? Yo qalami o'tkir, ushlagan joyingiz bo'ladigan jurnalistmisiz? Mansurjon, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Hayot yo'limi jurnalistlar bilan topganman deb. Meni eng hurmat qilgan aziz insonlarim jurnalistlar deb maqtanib yurganmisiz? Chetida qarsak bo'ladi. Muhiddinjon, Labbay aka, Anhor uzmisiz, Global TV'misiz, Muloqot TV'misiz? aytganingizman. Daryo uzdan axborot olib, Ha. o'zimniki deb chiqarib yuborganmisiz? Mahmudjon aka, Labbay, kul uzmisiz, daryo uzmisiz, qalampirmisiz? aytganingizman. Prank video olib, ommaga tarqatib sharmanda bo'lib, kunuzga chiqib kechirim so'rab yurganmisiz? Mansurbek, Labbay, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizman. Arzimagan axborotni chiqarib, obunachilar bormi deb o'zingizga xaridor istab yurganmisiz? Muhammad Sidiq, Labbay Mansurjon. mahallamisiz, sevimlimisiz, yo Qoraqalpog'iston NTV'misiz? Aytganingizman. Aytganingizman. Chiroyli materiallarni olib borib, intervyu olaman desam, mikrofonni qo'limdan tortib olib, siz olavering, men ushlab turmasam gapira olmayman deganmisiz? Mahmudjon aka, Labbay, millimisiz, sevimlimisiz, mahallamisiz? aytganingizman. Do'stlar davrasida ertalabdan salomdasiz. Omon-omonmisiz? Muhiddinjon, Labbay, Yoshlar kanalimisiz, Dunyo kanalimisiz, Bolajonmisiz? aqlvoyman aka. Cho'ponlar hayotidan lavha olaman deb otdan yiqilib tagiga tushganmisiz? Muhiddinjon, Labbay, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizman. Aziz mehmonlar, Muhiddinjon sahnada askiya qilyapti deganda, Muhiddinjon chiroyli askiya qiladi. Omma hali yosh ochilmagan g'uncha deganimni bilganmisiz? Mahmudjon, Labbay Mansurjon aka. Mahallamisiz, sevimlimisiz yo kinoteatrmisiz? Aytganingizmi aka? Qayna kelin mojarosini tugatdik. Endi kelin qayna mojarosini boshlaymiz deganmisiz? Mansurjon aka, Labbay, O'zbekiston kanalimisiz, O'z reportmisiz, milliyimisiz? Aytganingizman. Bizda yangi novella tugun yana bugun deganmisiz? Mahmudjon aka, Labbay, Navomisiz, Renesansmisiz, Zo'r TV'misiz? aytganingizman. Xorijning musiqasiga fonogrammangizni qo'yib olib, chet elnikiga og'zingizni qimillatib o'tirganmisiz? Mansurjon, Muhiddinjon, Labbay, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizman. Aziz shinavandalar mendan so'rashib, Mansurbek bilan uzoqdan do'stsizlar deganda, Mansurbek yaxshi do'stim, diydor shirinda. O'shuning uchun Mansurbekni tez-tez ruxsorini ko'rib turaman deganimni bilganmisiz? Muhiddinjon, Labbay aka, milliyimisiz,
Meni yurtimisiz, O'zbekiston tariximisiz? Aytganingizman aka. Yarim tungacha jonli muloqot qilsam, uxlamaysizmi deganmisiz? Muhiddinjon, Labbay Mansurjon aka. Gulxanmisiz, mushtimmisiz, xalq so'zimisiz? Aytganingizman. Oltin qalam qanaqa bo'ladi desa, aka oldin olay, keyin ko'rsataman deganmisiz? Siz aziz mehmonlarga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi bayram barchalarimizga Muborak bo'lsin.